Shofirkon tumanida o'tkazilgan navbatdagi soliq boshqarmasi rahbariyati va tadbirkorlik subyektlarining uchrashuvi ham ko'plab muammolarni o'z joyida yechim topishiga imkoniyat yaratib berdi. Xabar berib borayotganimizdek, Buxoroda viloyat soliq boshqarmasi tomonidan hududlarda kichik va o'rta biznesni yanada rivojlantirish, bu borada ularning faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan muammolarni bartaraf etish maqsadida tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazilmoqda. Navbatdagi uchrashuv Shofirkon tumanida o'tkazildi. Yuzma-yuz muloqotda viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Jamshid Nurullayev ishtirok etib, kichik va o'rta biznesni yanada rivojlantirish, bu borada ushbu tarmoq vakillariga berilgan yengilliklar hamda soliq imtiyozlari, shuningdek soliq organlari tomonidan yashirin iqtisodiyotni oldini olish, norasmiy tadbirkorlik faoliyatini soyadan olib chiqish borasida amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalib, tadbirkorlarga mavjud imtiyozlar to'g'risida batafsil tushunchalar berildi. Bugungi uchrashuvda shu viloyat soliq boshqarmasi mas'ul xodimlari bilan tadbirkorlar, Shofirkon tuman tadbirkorlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda asosan bizani qiynagan soliq sohasidagi masalalarga aniqlik kiritildi, savol-javoblar bo'ldi. Bunday uchrashuvlarni ko'p bo'lib turishi tadbirkor va o'sha soliqchi, ko'makchi tamoyiliga mos keladi deb hisoblaymiz. Kelajakda ham bizani qiynagan savollarga javoblar olamiz degan umidda biza bugungi uchrashuvdan ko'nglimiz to'ldi, mamnunmiz. Men bu faoliyatim davrida hamma soliqchilik tizimlarini boshidan shu tashkil bo'lgandan beri o'tib kelyapman. Yildan-yil o'zgarishlar juda katta. Mana soliq qonunchiligiga bo'ladigan yangiliklar, biz tadbirkorlar uchun faqat tadbirkorlarni o'ylab, haligi shu davlatimiz rivojlanishi uchun ishlab chiqarilgan qonunlar deb hisoblayman. Soliqchilar ko'makchi bo'lib qoldi-da tadbirkorlarga. Shu uchun ham men o'ylaymanki, davlatimizning ham maqsadiga erishish tezroq bo'ladi. Uchrashuvda tadbirkorlarning faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan muammolarni yechim topishga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, tadbirkorlar tomonidan soliq hisobotlarini topshirish, soliq imtiyozlaridan foydalanish, tovarlarni raqamli markirovka qilish hamda qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha hosil bo'lgan ortiqcha to'lovlarni qaytarishda amaliy yordam ko'rsatish bo'yicha 10 ga yaqin murojaatlar qilindi.